Buni qaranglar do'stlar. Ukam choynakka choy qo'yganda TikTokda dastida nima bo'ldi? Ana kamroq telefon chiqaraylar. Bo'lmasa hammaga suv oqib qol. Suv qo'yasanmi, yog' qo'yasanmi? Qo'y o'chir. Obbo. Hozir shu choynakni ichkarida izlarni topolmamni, men choy qo'yaman deb xayolga kelgan. Ana xolos. Nimangdir qaynadi. Ana choy qaynadi. Qaranglar, mana bu yerda shundoq. Bunaqa bolliqchasi bor edi. Uni jo'mragi bor edi, beq ishtak chaladigan. Mana hozir pastda yotib. Choy qaynadi. Hadi chiqib ket. Yig'ishtab ket. Prikolmadi. Shunaqa gaplar. Tugadi. Yo-yo. Qo'yi. Shu darajada hali ham bunaqa ko'p qolmadi. Qorayib ketgan. TikTok ko'rma deyman senga, PUBG o'ynama deyman. Ochmaydi. Ichida qolmoqda. Ana dasta. Ha, uni o'tkar. Boyagina tozalaganning uni bilasanmi? Yana tozalaysan. Top bo'lib qoldi. Yerda ko'chaga olib chiqib temasan endi. Buni olib tashlasang точно top bo'ladi. Tamam, astag'firullah. Ichkarida nima? Yo'qmi ichida? Ochib ko'ring. Hali ham po'nkilib ketmadi. Bo'ldi, sindirib bunga bir ur pastga bitongni. Ochiladi. Foydasi yo'q endi baribir. Ya voy. Oppoqqina qo'yib. Voy, jub qo'ydi. Shuni yuvganning boya pechkani yuvganning endi ahvolini qara. Alloh. Ichida hech narsa qolmabdi. Hali bo'mpirlab ketmabdi. Ochib buni. Ochib nima qilasan? Shunday muturga chiqarib ber, bo'ldi. Yo, ichini ko'raylik-chi. Nima? Qari ko'rsat, nima bor ekan? Hech narsa yo'q, qurib ketgan suv bor. Hali chiqib ketdi borku. YouTube'ga qo'yadigan zo'r video bo'ldi. Hali qozonimiz alimi. Bo'lmasa qozon ham yonib ketardi. Allohim, astag'firullah. Tutashini qara, zo'r tutyapti. Bola qo'yib qo'ysa bo'larkan. Endi rangi ham o'chmaydi. Qora choynak bo'ldi. Bo'ldi. Nari choynak teshikmidi tagi? O'xshaymi? Yo'q, teshikmi. Bo'ldi, shuni ishlatamiz, otib ber endi. Просто katta. Yangi olamiz endi. Nima turiga dastarsan bo'ldi. Uni qo'y, buni tozalash kerak edi. Yo'q, nechta taqaman. Nima ekan? Plastmassaku. Ha, yopishmabdi. Men endi yasab tuzatib qo'y. Ana 4 daqiqalik zo'r video bo'ldi. Bo'ldi, tashlay, uni tozalama. Qo'lni ham kuydirdi. Abbo, choy ichaman deb shu chaynak bir xayolimga keldi shu yerda qara. Choy qo'yaman deb. Lekin qo'ymagan. Turgim ham keldi, lekin mana bu Telegramda kimda xabar berdi. Chaynak top turib choy qo'yayin dedim. Bo'ldi. Bo'ldi, bu surga chiqarib qo'yib qo'ymaydi. Shu yerda turaversin. Yangiga. Bechora. Chayligiga. Ligida. Men yonmaydigani bor.
Bunu şurada çek koyarım. Hop bakın. Bu ya şunda turganda. Vay içim pat kaldı. Sabah Endi yo'q esa oldimroq suv qo'y. Ve suya vaqt yetmasa qara. Yok, bunu ben tek çok çünkü bunu. Ya, oraya uçuram deb tursin ya. Va, qo'ldim kuydirib oldi. Ha, bismillah. Şimdi şeyi vereyim. Telefonuna 5 minutdan keyin budilib qo'yib qo'y. Chay qo'ydim deb. Endi TikTok'ga shunday tezlashtirib qo'yishibdi, to'liq YouTube kanalini. Zapal video yozib qo'ysang ko'chib. Ya astag'firullah. Teshigi bordi senin, bunu shuning uchun almashtirgan. Soğuk ne yaptı? Bo'ldi, qo'yib qo'yamiz. Yirmaydi. Koyup göreyim şu an. Evet, değişiklik olsa yeter. Nefes yani. Bro qara. Başını koyun da başı zor. Başını. Bo'ldimi, tugataymi? Yani yangi oq chaynakda buni ham qoratam. O hali olmasdi. 7 minut bo'ldi. Ne bo'ldi o'chirdik. Mana qidirishtirib qo'yib endi tozalab nariga eski chaynakni baldog'ini o'tkazamiz bunga. Agar toza bo'lsa. Geliriz bu arada. Endi najdaklaysan. Bolgarga simcho'tkani qo'yib chiqadi. Ko'rekchi bo'lsa. La. Bu zor chaynaklar yangi edi-da bor-ku hali. Shuning uchun kamera video ko'rish kerakda. Mana bu eskisi, bu tag teshilib qolgandi, shuning uchun bu yerda sig'a ekan-ku. Yangisini olib kelganda. Endi yangini ahvoli eskidan battar. Endi uni tozalab, mana buni baldoqchasini uchun o'tkazib qo'yamiz. Bu qarabsizki, yana yangidek. İnternetsiz hayotingiz qanday ekan deb yozibdi. İnternetsiz hayot mana shunaqa. Yo'q, bundan yaxshiroq bo'lar. İnternet bo'lmasa choynak yonmaydi. Bu gullar yo'qolib qolibdi. Ular ham qo'rqib ketganda yorib ketmak deb. Bo'ldi, yangisini olib bo'lmadi, tashlab. Bu hammasi sachratdim qara. Ligiga qo'yib yashaylik buni. Boya TikTokda zanglaganda sizlar to'g'ri bo'ladidan. Yangi qo'yadik. O'zbekistonga kelsangiz internet qimmat va yo'llar bo'lasizmi dedi. O'zbekistonga bormaymiz-da shuning uchun. Shu yerda choynak yoqib yuraveramiz. Ha, tozalayanda. Simchotka bor, najdak borgan, najdak olib. Yo'q, ketmaydi. Najdak bilan keta. Yo'q, najdak bilan ish qilasan, guli ham точно o'chib ketadi. Yaxshi bo'ldi, ichida ham qotgan tuzlar tushdi. Bu oxirida rasm qo'yamiz qanday bo'lgani yasab. Oxirgi mana oldingi holati, hozirgi holatni yozib qo'yamiz. Va bu eskisi.
Ha bo'ldi, tugatyapti, tozalab. boshqa narsa yo'qmi? TikTok'ning kasafatida bu. Video qo'yganiga aytdingizmi deyman deyapti. Video qo'ygan emas, video olgani keldi. Endi teshigi bormi? Samolyot xotiradimi? Ha, bo'ldi. Bo'lmasa simbaylab qo'yapsiz. Anu samolyot borkan. Ha, tozalagan keyin kelaman yana oxirida olishga.